Assalomu alaykum. Hozir Samarqand viloyati Urgut tumanidamiz. Denis degan sort ekan, shaftoli sorti, ya'ni nektarinlar oilasiga kiradigan tuksiz shaftoli. Xo'p, Denis ekan. Demak, endi mevalarni bilasizlar, shaftoli mevalari har doim yirik bo'lsa pul bo'ladi. O'shaning uchun biz nima qilamiz? Shaftoli mevalarini danaga qotmasdan oldin siyraklashtiramiz, ya'ni zaytunday bo'lganda, zaytunga yaqinlashganda, ya'ni mana shu holatda siyraklashtirishni boshlaymiz. Hop, bitta topaylik. Mana shu holatdan boshlab siyraklashtirishni boshlaymiz. Mana hozir danaga ham qotmagan, mana turibdi shundoq. Ayni payti hozir. Endi deylik taxminan yarim metrlik bir yoshli shox. Shu yerga biz agar mevasi yetarli bo'lsa, har 10-15 santimetrda bitta meva qo'yib ketamiz. Boshlaymiz. Bitta daraxtga taxminan qancha vaqtgacha hisoblaymiz hozir bitta. Ikkita bunda 3 ta yetarli, bunga o'tamiz. Buni mana tanaga yaqin bo'lgan mana bunaqa kichkina hammasini olib tashlaveramiz. Ikkita qoldirsak yetadi bemalol. Bitta tub daraxtga o'rta hisobda 100 tagacha meva qoldirsak bo'ladi bemalol bu yil uchun. Buni olamiz, buni olib tashlaymiz. Tak bu yerda mana bir-biriga xalaqit beribdi, ko'rsatasiz Shavkat aka. Mana bu yerda ko'ryaptimi? Mana 1 2 3 4 5 ta, shu yerda o'zi 5 ta. Maydasini olamiz. Buni ham olamiz, buni ham olib tashlaymiz. Bo'ldi mana. Bitta ikkita qoldi, mana buni olamiz. Oldik. Mana orada baribir ichiga orasiga kichkina mevachalarni olib tashlaymiz bemalol. Ketdi. 1 2 buni ham olamiz. 3 4 8 gram shu daraxt bitta shoxi o'zida bor. Endi mana bu yoqda. Baribir bir xalaq beradi, buni oldik. Olamiz. Olib tashlaymiz. Ketdik bu yerda. Buni oldik. Mana bir xalaq beryapti mana. Yaqin orasida ham. Olamiz. Olib tashlaymiz. Olib tashlaymiz mana. Uje mana shoxi o'zi 3 ta bo'ladi. Shox bemalol egilib, keyingiligi mana bu bemalol meva bera oladi, xudo xolos. Bu yerda bir dona qoldiramiz. Yuqoridagisini chunki bir-biriga xalaq bermasligi kerak. Endi oddiy qoidalar bular. Mana hamma bitta chuv olsa nima qilib keta oladi. Bu yerda bitta qoldiramiz chunki o'zi shox 10 santimetrlik. Mana bitta qoldirsa yetadi mana. Bitta eng yaxshisini qoldiramiz. Chunki olligi ham bor-ku. Shunaqa. O'shaning uchun hisobga olsa, olligi mana bunisi ham bor, o'sha uchun-da. Shu sal latliga mayda bilan olib tassak, bemalol bo'laveradi ishimiz. Mana bu yerda xalaq beradi, buni olamiz. Tak buni qoldirdik, mana bitta bu qoldi. Endi bu yoqda mana bittasini qoldirsak yetadi mana. Bu yoqda buni olamiz. Oldik. Buni olamiz. Maqsad siyralashtirish. Maqsad siyraklashtirib, mevani irilashtirish bo'ldi. Maqsad shu, asosiy maqsad shu yerda bu. Bu yerda mana eng o'rtadagi quyoshga qaraganini qoldiramiz, bu yoqda. Buni olsa qalin shox ko'taradi, ikkita mevani bemalol oldik bu yoqda. Buni oldik, bitta qoldirdik bu yerda, o'zi orasi zichroq sal. Mana juda ko'p. Bittasini qoldirsak yetadi. Ya'ni agar hozir mana buni ko'rsatayman, yirilashib o'tgacha keladi, baribir mana qattiq tanaga tekkandan yumshoqlar zarar etishi mumkin. Shuning uchun bitta tashqariga qaraganini qoldirsa yetadi. Demak, bo'lmasa 180-190 ta hosili bo'lsa, 120 talar 100 ta shu atroflarga qoldirsa bo'ladi. Taxminan. Sana bitta yengil ko'zdan ko'chirib olish kerak, sanab. O'zi bir 10 ta daraxt sanasa, odam ko'zi o'rganadi. Keyin ma'lum bo'ladi u. Keyin ma'lum. Mana hozir bittadan qoldirib chiqdik hamma joyda mana mevalarni. Qolganmi? Qoldirdik mana. Orada baribir ko'zga ko'rinmaydiganlari bo'ladi. Shunda biz 120 tagacha qoladi mevalar. Qancha sanalgan nechta qoldi? 69 ta, 70 ta deylik, 150 ta, ya'ni 30 ta olishimiz kerak. 30 ta olamiz. Hozir kunda ko'p so'ralayotgan savollardan bittasi, ya'ni barg bujmayib kasal o'tishyapti. Bu ikki xil faktorda bo'ladi. Birinchisi barg bujmayishi, ya'ni tapxina deformatsiyasi deydi. Bu shu kurtalar, shaftoli kurtalar oqargan paytda boshlanadi. Unga shu ziram, yana boshqa tiram degan dorilarni sepish kerak. Ikkinchisi ichiga yashil shirlar tushadi. Shu ikkita faktorda odatda fermerlarimiz chalg'itadi. Nechta oldi sochiladi? Bo'ldi. 20 ta, 120 ta mana bu daraxtda qoldi. Bunda qaraganda hech qanaqa meva yo'q o'xshaydi, lekin umumiy hisobda mana har 10 santimetrda bittadan meva qoldirib chiqdik. Shunda umuman bir-biriga raqobat bo'lmaydi, bir-biriga umuman xalaqdan bermaydi, yirik mevalar bo'ladi. Shuni o'ziga agar 120 ta meva qoldiradigan bo'lsa, stretna 20-25 kilo bo'ladi. Agar
taxminan 1 gektaringizda 600 ta daraxt bo'ladigan bo'lsa 15 tonnadan 20 tonnagacha hosil olasiz. Eng yirik shaftolidan olasiz. 30 tonna 40 tonna oladiganni beradigan pulini bemalol mana shu 15-20 tonna pulini ola olasiz. Har doim shaftolilarni seriyalashtirish hosil rivojiga kafolat beradi.